Qanday, ey? Ana. Usta qanday? Zo'rmi? Mana qishloqda hayoti. Mana bu kishi nima edi o'zi sizda? Gemoroy. Necha yildan beri? 2015. 2000. Ismingiz nima? Qayerliksiz o'zi? Shu Muzravoddan. Muzravodlik. Surxondaryo Muzravod tumani. Ha, xo'sh, 2015 dan beri gemoroy ekansiz. Qanday bir tasvirlab bering, qani gemoroy o'zi nima narsa u? Shu gemoroy shu noqulaylik, shu achish, shunachi, qonash, shunachi. Biron bir doktorga bordingizmi? Svecha qildingizmi? Svecha bir tog'am tavsiya qildi shu hemmor degan. Tog'angiz hemmorni taklif qilgan. Xo'sh, nima bo'ldi keyin? Shundan bir 12 tasini qabul qildik. 12 ta onasi, o'zi ichiga 30 ta bo'ladi. 12 tasini. Xo'sh, nima bo'ldi keyin? Yaxshi, mana ko'p turganda beli beryapmiz. Yordam beryapsiz. Yordam beryapmiz. Mazami? Hemmor silami? Birodarlar, yomon narsani taklif qilmaymiz o'zi aslida. Prosta mana oddiygina qishloq hayotida, oddiygina mana jaydari birodarlarimiz. Bu yolg'on aytayotganga o'xshamaydi bu, qarab turinglar. Oddiygina chiroyli kiyinib olib, kostyum burka kiyib olib, oq ko'ylaklarda o'tirib gapirayotgani yo'q. Oddiygina qishloqda jaydari birodarlarimiz. 12 ta o'sha effekti bilan, ya'ni 12 kunda ko'zini o'ydimi? Effekti bo'ldi, mana beri beryapman, qimil olmasdim. Rossiyalarda borib azobni chekardim. Qiynaladi. Mana qarang, to'g'risini ayting. Orqangiz rahmat deb yubordimi? Rahmat dedi. Tinchda odam, tinch. Gap yo'q, besh tashlay. Joyingiz, bugun qo'limiz. Bo'pti, davay, hemmorga murojaat qilmoqchi bo'lsalar, mana telefon nomeri 78lik kod bilan 555 03 07. Bo'pti, davay, boring.